التحذير والإغراء. التحذير والإغراء. Tahzir agahlandırış. Dikkat qil degandek. Val igra qiziqtirish. Biz maqtab o'qib degandek, ana qiziqtirish. Musannif deydi buningda إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استطاره وجب ودون عطف زالي ودون عطف زالي ينسب وما سواه صدر فعله دن يلزم إلا مع الأب أو التكرار كالضيغم الضيغم يا زساري وشز إياي وإياه أشز وعن سبيل القصد من قاسا تبز وكمحذر بلا يجعل مغرابه في كل ما قد فصل. تحذير والإغراء. تحذير يعني جو قلقلش مخاطبنا شكل شخصنا آگahlandırış. Nimeге dese enandan na dikkat kılış. Onundan agah buluş vacip buladigan bir işqa muhatapni yani ikinci şahsın özüne kişilik adamın özüne agahlandırış demekçidir. İyyâke ve şerre demişiz. Yani dikkat kıl, yamanlıktan dikkat kıl. İyyâke ve şerre. İyyâke ve şerre. Ve bunun okşi. Kayse bunun okşi, İyyâke'nin okşimse İyyâkuma, İyyâkum, İyyâki, İyyâkun ne demişiz? Hemisi İyyâke'nin okşi. İyyâke ve şerre. İyyâke'nin okşine zevar okudu bir agahlandırıcı. Nimeler zevar okudu? Bir narsadan zevar okudu ki vacip bo'lganda da uni maxfiy qilish vacip bo'lgan narsadan bu agahlandırıcı zevar okudu. Endi demak beshi pillan. Uhazziru iyyaka degan o'sha şey. Uhazziru iyyaka ve şer. Uhazziru iyyaka degan o'xshash. Yoki taqdiri iyyaka uhazziru. Uzran, iyyaka uhazziru demakchidir. Seni men nim qilaman, ogohlantirman yomonlikdan, usul ishlardan degan o'xshash. Mashada iyyaka zimir mansub munfasil da bu. Bu nasb bo'lsa nima deganda bu nasb bo'lchi omil yani mahzub demakchi. Zevar o'qidi. Bu bir ogohlantiruvchi muhazzir bir narsadan zevar o'qidiki vojib bo'lganda uni maxfiy qilish vojib bo'lgan narsadan jo bir ogohlantiruvchi uni zevar o'qidi deydi. Yani demak iyyaka bilan va iyyakining axavotlari bilan qaysi o iyyaki, iyyakuma, iyyakum, iyyakunlarga o'xshash. Mush vaqtimizda vojib bo'ladi qanday qilish? Mush nasb o'quvchini izmar qilish, maxfiy qilish vojib bo'ladi deydi. Mayli unida atf topilsin, mayli atf topilmasin. O mutlaqo vojib deydi. Masalan, atf bo'lganda misoli iyyaka va sharr. Bu atf bilan bo'lganda misoli. Atf bilan bo'lsin, atfsiz olsun. Qanday qiladi? Nasbni, yana shu zarar o'quvchuncha nasb. Nasib olsunca maxfiy qildi. Maxfiy qilish vojib. Atf bilan bo'lgan misoli iyyaka va sharra demişiz. Mana iyyaka mansub bo'lmaydi. Nim bilan deganda o bir nim bilan o maxfiy bo'lishi vojib bo'lgan bir pillancho va iyyaka zavar o'qildi. Taqdiri iyyaka uhazziru degan bo'ldi deydi. Va
Etkisiz olanı misali mesela İyyâke en tef'ale keda deb ko'yganda İyyâke en tef'ale keda. Yani vav yok. Seni mundaq qilishingdan men seni ogohlantirman. Seni oshimga o'xshash qilib qilishdan degan o'xshash. Yani takdiri İyyâke en tef'ale keda yana takdiri İyyâke min en tef'ale keda. Demekçi değil takdiri. İyyâke en tef'ale keda'nın takdiri İyyâke min en tef'ale keda. Seni men aşınsız kılışından seni men agahlandırırım. Aşının oşuş hata yol kirip kılışından seni men agahlandırırım. Men diyen oşuş deydi. Sıra. Hoş. Ve etkisiz olanın misali. Etkisiz olanın misali. Etkisiz olanın misali. Aşını nispet verin, onu yağı nispet verin. Nispet verin, aşını yağ için etkisiz kaldı. Yağı etkisiz nispet verin, aşı etkisiz o kalıqda onu yağı nispet verin deydi. Yani etkisiz olandı kelgende o, etkilen kip kalsı onun şundan iyyake ve şer. Etkisiz kelgende o, onu çok aşı tahzirga nispet verin. Demek ki bu hem etkilen keledi o iyyake ve şer. Ve hem etkisiz mi keledi o deydi. Kandak iyyake en tef'ale kada olsun. Hem iş bu etkilen keledi şeyde iyyake ve şer dep mukammagan. Etkisiz nispet verin. Aş etkisiz okugalıkni ve iyyaga nispet verin. Bu etkisiz etkide mi keledigen ve etkisiz mi keledigen demekçi. Ha. وما سواه سطر فعله لن يلزم. Hem bir narsa ki onun başkası. Yani İyyâke'nin başkası bu. İyyâke ve İyyâke'nin çoğu bu ahavatlarınki başkasılar. Buptu. O vaqtda bu nasibni çoğu hargiz mahfi qilish vacip emas. Bir narsa ki o İyyâke'ninki ve İyyâke'nin ahavatlarının başkası olsun degende. Mesela İyyâke mektup. O aletde onun fiilinin mahfi qilishi, onun fiilinin izmari mahfi qilish hargiz mi lazım olmaydi. Mesela qanday qilsin degende مثلا نبدأ بتوك من هذا مازي رأسك والسيف مازي رأسك والسيف ده مثلا bunun da nas markış vacip emas. Lekin lan ne bilen bu kapka şunda at bilen bu kapkasa at bilen bu kanıcı nas markış vacip. Eğer etsiz et bilen ki başkası olganıcı onun fiiline mahfi kılış vacip emas değil. مثلا الأسد ده الأسد يعني bunu أحذر الأسد demek şey değil. Halsan aşar uhazzirun aşkar kısan maydı. Uhazzir الأسد ben oyalandır ben yalvarsın. Halsan onu mehbi kısan maydı ama onu mehbi kılış vacip mesela. Halsan hem de el-Esed yapıyor. Yolvas da kısan buludu değil. Yani halsan fiilini aşkar kısan maydı. O lazım emas. İzmar kılış mehbi kılış lazım emas. Halsan aşkar kısan maydı değil. Esed desem meyle, yani uhazır esed desem meyle. Kaçan kayada İyyâke ve İyyâke'nin başkası da ve ma sivâh demiş. Bir nasiki ve İyyâke ve İyyâ'nın ahavatlarının başkası onun fiilinin mahfi okuluşı herkes için lazım, mes lazım bulmaydı o. El esed oluşuş takdiri İyyâke uhazır esed diyor. لكن لم إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم يا زساري لكن لم أتفل بقى جو وقتا و نمقلش واجب بولdu. Demine
nasibni izmar qilish yoki takror bilan bo'lganda uning nasib bo'lgan pilnicho maxfiy qilish izmar qilish vojib bo'ladi illa yani lekin lam vojib bo'ladi lozim bo'ladi demakchida illa lan yalzamadan ustisna lekin lam yani vojib lozim bo'ladi at bilan bo'lib qolsa lozim masalan mazi ra'saka vassayf deb mazi tarix kutubunda ism mazin demek bir adamın ismi mazin mazin ra'saka vassayf yani qi ra'saka degan vaqo yaqidin chiqqan qi mazi ra'saka vassayf degan mazi qi ra'saka vassayf demek ey mazin saqlığın senin beşini qilishsiz saqlagan degan o'xshash mana manada nim bo'ldi at bilan keldi vassayfa deb bu vaqtda bu demakchi vassayfa degani o'zi uhazziru sayfa demakchi ey ma'zin saqlagan nima kallangni va qilishdan ogohlantirman degandek vassayfa deganlikni o'zi yoki vahzari sayfa va qilishdan ogoh bo'lgan deb ey ma'zin beshig'ini saqlagan va qilishdan diqqat qilgan qilishdan ogoh bo'lgin deganda mazi rasaka vassayfa mana ma'noda bu iyoksiz bo'ldi vala iyokining axavatsizlari bo'ldi ma suratni o'zichu deganda bunda xo'p qolib qolsa nasni izmor qilish vojib emas deb aytib lekin lam vojib atfilan bo'lib qolsa vojib degan ma'noda mazi rasaka vassayf bana aytib keldi ma suratning o'zichu bu suratda buni izmor qilish demani shu nasibniki yani omilni maxfiy qilish vojib bo'ladi deydi at bilan kelib qolsin mazi rasaka vassayfa mazi rasaka vassayfa rasaka degan qi rasaka demakchi vaqo yaqidin amri bilan qi chiqadi asli evqi degandek ay mazin beshig'ini saqlagan vassayfa va yana ihdar sayfa qilishni ogoh bo'lgan degandek da vovlan asb qilindi bu holatda bu nasb qilish nasni izmor qilish vojibdir yoki takror bilan bo'lib qolib qolsa yana uni u nasni maxfiy qilish lozim masalan takror qilib qanday deganda addayg'ama ya sari degan yo'lbos hey kechiz yo'lmagan odam hey yo'lmag'uchi deb sari kechiz yo'lmagan demak asra subhanallazi asra bi abdigan ashuni mana kechiz yo'lmagan demakchi sara yasri asra yusri mesela kechiz yo'lmagan dedi hey kechiz yo'lmag'uchi yo'lbos zayg'am o yo'lbos yo'lbosning arab tilida 100-nji qismi bor ekan asab g'azan par padavkas zayg'am jahlos lays yani 100-nji qismi bor ekan zayg'am yo'lbos andirman kechiz yo'lmagan odam demakchi deydi buning da nim bo'ldi tekrar oldu. Zayg'am chiqdi takrorlandi. Bu holatning o'zimicha omilning nasbi o'zran nasbninki ay nasb qiluvchi omilning izmari yani maxfiy qilishi vojib deydi. Taqdirning gap deganda uhazziru zayga demakchi edi. Xo'sh. وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاسا تبز az oldu İyya'ya depiş bu az. Normalde İyya kölen tahzir kılınat. Zemir muhatap yani İyyâke ve İyyâke'nin uruktu kaldırılan. Kaysi İyyâke'nin uruktu kaldırı İyyâke, İyyâkuma, İyyâkum, İyyâkuma, İyyâkunne. Muşnun anlamla. Muşnun kılınatı da. Tahzir fakat muşnunlarla bulattı. İyyâke ve İyyâke'nin ahavatırılan bas.
Hem az oldu bu zimir mütekellimler. İyyâye öyle. Zimir mütekellim. Zimir mensup ve mütekellim. Bunlar az kip kaldı değil. Mesela İyyâye ve en yahzife ahadukumun erneba diyen bir söz varken men hem üzerine şuna dikkat kılay demek iken de vaslanın birinin dikkat kılsın ki toşkanını madakna koyuş etip koyuştun dikkat etsin degendek. Men ben uhazziru iyyaya demek işte min agahlandırır men ve şuniki etip koygay sizlerinin birinla toşkanını etip koyuşunu agahlandırır men dep. Belki belki bir ihram alet doğamız gerek kaçan dediğin gap bununki bir Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir eserde kıldı bu. Timame degan bir joyda. Va iyyahu eşez. İyyahu bilan shaz bo'lgan bo'lsa, iyyahuni ishiltish undan bak az. Va shaz az oldu iyyaya. Va iyyahuchu undan bakaroq az oldu. Shaz sintabzilar. İyyayani ishiltish az bo'lgan bo'lsa, iyyahu bu zimir g'oyib va buning axavatirini ishiltishi bak az. Texime bak az. Hem de men ve en sebilil kasti men kasen tebez. Bu bir kişiye kıyas kıldı o kişi. Kıyas kılgan adam maksatın yoludan pek uzaklaşıp ketken bu. Öz halıganca kıyas kılıp başka mesela yaki nimeneço iyaka ahavatlarga ve başka zimir mensup munpesilne. Beyle o zimir mütekellim olsun, beyle o zimir gayip olsun. Muşlarım işlesek bulgan o şeyde o dige adam intebeze. Ve maksatın jiraklaşıp ket. intebeze yani intebeze o intebeze mekanen şarkıya da bir ayet ve Sure Meryem'de. Şarkı tarafı nait uzak bir ekip ketişini taşlap Meryem anımız gendek. İntebeze bu inperada yalğız kaldı degandek ma'noda ibtaada i'tazala degandek ma'noda intabaza degandek jiraqlashib ketdi, ayrilib qoldi, yolg'iz qolib qoldi. Kim mushuni qiyos qilman degan odam maqsadlik yo'ldan cho'pak uzoqlashib ketdi. Demak, qiyos qilish bo'lmaydi. Ya yani zimir mutakallim va zimir g'oyibni zimir muxotobga yokiga qiyos qilish bo'lmaydi. Qiyos qilmagan odam maqsaddan pak uzoqlashib ketgan bo'ladi. وكمحذر بلا إياج وكمحذر بلا يجعل مغرم به في كل ما قد فصل İyasız, iyasız, kığın, muğra bihini muhazzış kığın. Yukarıda tefsirleştirilgen dersin hemisi. Ne demek? İyasız, muğram bihine. Ma yukarı kendisi tahzir diyen. Tahzir hakkında kepaşkan çok. İgra hakkında gep planmıyor. Kanna gep içilmez. Bu igranın tefsilatı kanda hakkında kığın, muğram bihine. Yani eninga kızıktırılgan yani igranın üzerine igra kılgan nasın üzerine xuddi tahzir uçuş kılgan. Ay iyasiz kılgan tahzir uçuş kılgan deydi. Tahzirni qanda kan bolsan niminico igranı şunda kılgan fi kulli ma qad fussila yukarıda kılıngan tefsil ettirilgen malumatın hemisi de igraga tahzirga qandaq ma'mul qilgan bo'lsang igrog'ni shundoq qilgin yana mug'ram bihni ash muhazzar o'xshash qilgin deydi. Yani demak tahzirni haqiqiy qanday qilish kerak deganda muxotab tushunish kerak yoki va sharri bunda mutakallim yoki g'oyib bo'lmaydi. Onun mütekellim için kilişine ait de az gene sunmuş. Bu igra için bunun kullanılan demekçi değil. Tahzir için mukka. Tahzir için
mahzur olan narsa, cheklangan narsa ig'ro uchun cheklangan demakchi deydi. Ee, Yani bu ig'ro degan nima bo'lsa, ig'ro degan mansi bir ikkinchi shaxsning o'zining bir ikkinchi shaxsning ishi u. U nihoyatda qanday qiladigan, uning maqtilishga loyiq bo'lgan narsani o'zini lozim tutish uchun muxotabni va muxotabni buyurish. Voy, mana bunday qilsam bo'lmasmidi? Mana ish manda bunda foyda, manda savob bor emasmi? Bu ishning oqibati manda bir yaxshi natija bo'ldi emasmi? Degan o'xshash hammasi ig'ro, kushkurtish demakchida bizda. Kushkurtish ishlar. Bu ininga, inincha maqtilishga, ondan bir nimga yaxshilikqa erishishga bir lozim bo'lgan mundaq bir narsaning o'ziga muxotabning o'zini kuchkitish. Xuddi bu hamda ig'roning ma'nosi shu. Bu tahzirga o'xshash deydi. Masalan, qanday qilsa agar at yo takror tepilib qolib qolsa yoki takror tepilib qolib qolsa, qanday qiladi buningda? Uning nasibini maxfiy qilish vojibdir. Qachon, qayerda? Tahzirda. Demek bu ig'rodim shunaqa qilib demakchi deydi. Agar undaq bo'lmasa, atf yoki takror tepilinmasa, uning omili yoki uning nasibini maxfiy qilish vojib emas deydi. Xo'sh. Endi buningda nasibni maxfiy qillik vojib bo'lganning misoli qaysi deganda, ahoka deb nasibni maxfiy qillikninki nimasi? Aşna nasib bo'luvchi omilni maxfiy qilish vojib bo'lgan misoli ahoka val ihsana ilayh. Buni qat'iy nim qilish, nasib qiluvchi omilni maxfiy qilish, hazf qilish vojib. Chunki buningda nima bo'ldi? Takror bo'lib qoldi. Takror topdi. Va yoki ahoka val ihsana ilayh deganicha at bo'lib qoldi. Val ihsana ilayh. Ahoka val ihsana ilayh. Mush suratning o'zida buning omilni hazf qilish vojib. Endi nima demakchi bunimiz deganda, ahoka degani ilzim ahoka demakchi deydi. Ilzim degan omil mahzub bo'lishi, ya'ni hazf qilish vojib deydi. Va ahoka val ihsana ilayh buning shundaqki, ilzim ahoka val ihsana ilayhi degan o'xshash deydi. Buning da mana takror topdi. Nima? Bunun da atf bo'ldi. Ahoka val ihsana ilayh deganda lozim tutgan sizning qarindishingni va qarindishim uchun nihoyatda go'zal yaxshi qilishni dedi. Bu ig'ro. Sizning qarindoshlarga yaxshi muomala bo'lish, unutib qolmaslik, ularning qarindosh huquqini ado qilish nihoyatda yaxshi ish, bu bir yaxshi qiziq tuganlik. Mana ig'roning o'zimi qandaqki tahzirga ve mesela at bilen ya tekrarlan kelib qolsa omilini hazf qilish vojib bo'lganda, men ma ig'roni o'zimi ahoka deganlikda ig'ro takror bo'ldi. Sizning qarindishing lozim tut, qarindosh merini qarindoshlik qilishni uzib qo'yma demakchida. Ahoka bu bir ig'ro, yaxshi gap. Buning o'zimi qanday qilish kerak? Çünkü amil nasibni hazf qilish vojib, qandaqki tahzirdan vojib bo'lgandek. Ahoka val ihsana ilayh deganda mana uni atib bo'ldi. Bu yaxshi ahvol. Qarindoshni lozim tut, qarindoshga ihson qilishni lozim tut. Bizda nihoyatda yoqadigan sog'lom tabiat, uni çok qabul qiladigan nihoyatda yaxshi fikr. Holatning o'zimi qandaq omilni hazbini vojib sanagan deydi. Qandaqki tahzirmi bo'lgandakdir. Bugünkü dersimiz muşundan kifoyalimiz inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.